Oğlasam, yanlay o soraktın kiyin, türmenin temiga, Jürin günahkar bulup, abroydun ayrıldı. Usta sorakçı bulup, ney o, ölümge buyuruldu dep yizipti. Aferin, bilimlik, Kaysar jigitken. Teptiş degen, korçak boldu. Bu, nimirge uyat. Hey, okumuşlarının emgigi bir tiyin boldu. Burun mu? Şundak idi. Hazır mı? Şundak buluvatıdı. Oylamap dikenmiz. Okuğallarının bekerek edüğünü berdi. Taң atmasdan Rudupay tün uzakça turamı? Bu yuyğanın xalqi yaxşı niyet qalamı? Beçarıqaq nesbesi, muşundaklı turamı? Çentangcanın laysı süzülüp bir gün tınamı? Boldu. Cişin, ahırkı mısrasını boldu okuma. Navadı birisi anlap kalsa, tügümez balağa, kalıdığan gep. Hamimiz özgü. Çıkımçılar yok, hiç gep yok. Bigin! Yan evini açsı, sile hem oğulları bilen görürsem deydi. Mehmanxanaga başla. Merhamet. Ekila. Turun. Yan yenge. Qani, o'ltiring. Qani, o'tirayli. O'ltiring. Yaxshi bo'ldi, kengashib olgan bo'ldik. Ras. Men bultur Şanghayda chiqadigan Shimbao gazetiga 2 maqola evatgan. Ular Shangcheng muxbir evatdi, tekshirib, azroq o'zgartib besibdi. Adamның pahalçılık qadr qanmadı. Öldürüşki tegişlik bolsumu harnamaslığı. Kanun icra qılıcılar günahını tunutup, günahkarlarını qayıl qilish gerek. Rahmet, ukam sana. Hey, bizni qo'limizdan keldigini mushu. Gezgili kuchimiz yetidi. Biroq besilib chiqqicha vaqt o'tib ketadi. Shanghayda chiqadigan Shinbao gazetiga chet elliklar bak e'tibor berdi ekan. Yangnay o so'roqda o'g'il bo'ldi deb qo'l qo'ymay turib olsa, adolat hamon bir kuni nusrat qozonar edi. Kumtağa, inelerim, qeyrindaşlarım. Hazır emeldarlarda fazilet kalmadı. Emeldarlarının bazıları parxur, bazıları çırık zalim, bazıları bozukçılıkı berilip gitti. Teptiş emeldarımı şularının cümlesidindir. Bu halda biçarı yanayı qanday qılıdı? Ammini shafoatli xon hal qiladi. Bizning tüpeylimizden yanayı balağı yoluqdi. Onu qutquzish üçün köp yol mangdыңlar. Sizlarni men köp avar qildim. Bugün sizlarga alaydan rahmet etqili keldim. Bundan keyin sizlarni yana avar qilmayman. Yenge, Turun. Yang'inem tushgan saroyga berib, yotgan ko'pisini ilib kel. Yangnay uning xotinini boshlab kel. Xo'p. Bizninkida 3-4 kun turinglar.
Yanıma obdanırak oylanaylı. Yo'q, sizlarni endi avar qilsam bo'lmaydi. Nemidiginiz bu? Yani o oğlum bilen savaqdaş ula tuqqandek bop qalğan. Yani onun ağaçsı, oğlumның o ağaçsı. Yenge, dadam to'g'ri dedi, o'ltiring. Qani, o'ltiring. Tağa, enelerim. Men rostimni aytay, men yo'lga chiqmoqchiman. Yaxshi ko'ngilinglarga rahmat. Yenge, siz Sanchayga qaytib ketmoqchimi, ha? Şundaqdimi hozircha biznikida turib 3-4 kun oram olsangiz salomatligingizga yaxshi. Yenge, bek yudab ketibsiz, xuddi kesal odamdek. Bu yerda ustiyiblar bor. Ko'rgan bo'lsangiz obdan bo'ladi. Men arzi qilib Bejingga bormoqchiman. İş bir yerga yetganda Bejingga borganingmi foydasi bo'lmasmikin? Ölmegen jonda umid bor debdikan. Arzini ko'tirib, Ostanadagi sot oldida yukinib o'ltirib, yalmay uning jonini tilash niyatiga keldim. Tağa, ko'rib chiqsizlar. Bizning joyjondan sizda qaysar ayolning chiqadiganligini kim o'ylagan? Biz sizga qo'l qo'ydik. Qalam gel, qayt yozayli. Uch kattaning so'roqda odamning jini bilan o'ynashganligini, xod taftishning qon ilib saxtipazlik qilganligini hammani yezib yangimizga berayli. Hammamiz qo'l qo'yayli. Nima ko'rsak, birga ko'ramiz. Ma'qul. Buni Şolen yazsın. Xo'p. Ha, yenge, o'rningizda turing. Turun. Singlim. Safarga chiqmoq oson ish emas. Ayol kishi turib, yolg'iz yo'lga chiqadi ekansiz. Bejingga borgandan keyin Shotungshan begimni tepib, shuningdan yordam so'rasangiz, bu ishdan ondan umid kutkili bo'ladi. 10 yilning oldida qo'limiz qisqa bo'lg'achqa, Mingtag'amning yo'l ko'rsatishi bilan Shoxonimning chechini tarashqa borgan edim. Bu ishlarga 20 yilmi bo'lmadi. Borsangiz Shoxonim xo'sh bo'lib ketadi. U xonim mehribon ayol. Biroq biz asralishib boqqan emas. Uning ustiga yag'mayliga o'lim jazosi berildi. Shobiganning istiqboliga o'ltirib qolsak, set ish bo'lmamdi. Buladin baqam qilib ketmang. Bu xatga oldi bilan o'zim qo'l qo'yman. Javobini men beraman. Uning istiqboliga ta'sir etsa, mening yuzimni qilib bo'lsa-mu, sizni aybga buyurmaydi. Buning bir sababi bor. Tongshan bola chog'larida dadisi o'lib ketib, opsishkisi bir-biriga yo'linib tirikchilik qiladi. Kuni ig'ir edi. O kichik turiblar Chinxomiyoning yonidagi bir qog'oz do'konida tijorat o'rgandi. 13 yoshga kirganda xo'jayinning o'rnida hisobot yozilgan. Men har oyning oxiri ijara haqqini olib boratdim. Uning hisoboti aniq, radlik bo'ladigan. Yana kelib xatni bak chiroyli yozatdi. Bir yili Chag'anning harp kuni hisobot o'tkazuvag'ili do'konga bordim. Xo'jayin efendi, kechirsizlar. Bola, bugun Chag'an Harpisi, xo'jayin uyingga berib chaqan qil deb qo'yib berdi-da. Yo'q. Qandoq gap bu? Xo'jayin meni ishdan bo'shtibatdi. Sizlarga rostimni aytay, men kunduzi qog'oz piklab, qog'oz sotdim, aqcha yig'ib hisob ishladim. Kechda eshikning taxtaylarini sep qo'yib, yarim kechagacha kitob o'qib,
Yezishni mashq qildim. Tüm boyu kitap okusan andın bilimlik olalaysa. Biroq xo'jayin, bilimsining qo'sqinga kirgan bilan shamning puli meni yanchiqimdan chiqdi deydi. Shunga Mundaq olsun. Ayının 4-cü günü bizniki köçüp gel. Gündüzü küçük oğlumga xat öget. Keşte çoğ oğlum bilan billa Sharxan tazkirsini o'qi. Qanda, o dağı. Biroq Men bo'ldi, xohlamamsa? men ish xohlamayman. Buningdimi yaxshi shipami? Lekin sizlardan yoshirmayman. Qeri opam bor. Har oyda do'konda ishlab topgan ozg'ina pulim bilan jondachilik qilyotidi. Shunga sizlarga ko'p rahmat. Boshqa qog'oz do'konlaridan ish izlayman. Kechda kitobni o'qimayman. Piristonga berib, yo'lovchilarning yuk taqlarini ko'tarishib beraman. Sana o'g'il bo'pti. Anisi mundaq olsun. Men har oyda san otul pul beray. Bo'ldi, qog'ozim sotma, yukni to'shima, qandaq? Yo'q, nima bundaq ish bor ekan? Anisi bo'ldi. Opangni belli et gel. Opang kütüphanamni replab, bolalarga qarasin. Qandaq? Bek obdan bo'ldi. Rahmat sizlarga tag'a. Undaq qilma. Keyin o imtihondan o'tdi. Bejingda ilingan imtihonlardan o o'tib ketdi. Uning kechirmishlarini men hech kimga demadim. Haqlar mashina chin tutib olib, so'z cho'chaq qilib yurmusin deb o'yladim. Bugun yanxinim gap ichib qoldi. Sizlarni bilib qolsin deb dedim. Bunda qiziq gap borligini kim bilgan? Men texi buni choyxonadagilarning topgan gapi deb tikanman. O dadamni mundaq qil deb qo'ygan gap bo'lsin deyli. Lekin Bejingga tarilib kelsa shashlarni obro' yavla yeksan bo'ladi. Bizni Jejangdan Shatonshanning chiqqanligini, uning 30 yilning oldida xizmatkor bo'lib, hozir dang chiqqanligini Hangzhou shahridagi oqsoqollarning qaysi biri bilmaydi, Shashilarning qog'oz sotganligini, xizmatkor bo'lganligini butun yurt biladi. Biroq sham ko'ydirib boshqalarga ilinganligini kim bilgan? Taga, Hangzhouliklarning bir ko'ni gapini aytay. Hangzhouliklarda oldingilar daraxt tiksa, keyingilar soydatdi degan gap bor. Tagamning shapoyatiga tayinib Bejingga borganda, shashilarni avar qilishdan qo'rqmaydigan bo'ldim. Mana bu joyida gap bo'ldi. Men bek xo'sh bo'ldim. Qandaq? Arz yozilib bo'ldimi? Burunqi arzlarning hammasi qaytirib etildi. Bu qatam nihoyat obdan yozayli. To'g'ri. Mushu qatam ya uyan, ya buyan bo'ladi. Ya'ni uning jini sening qalamingning uchida. Yo'q. 6 odamning jini. Qandaqsiga? O'ylab beqinglar. Anza og'dirilmay qolsa, yana uning beshi ketadi. Shobasayni chamni kesa qilib etadi. Yanxinim so'roqxonada jidal chiqarib, butun o'lkadagi kattalarni chaqqan deb, men o'lib bir tiriladi. Yana uning xotini mushu xo'rliqlarni ko'rib, qanchalik umr ko'ra. Ko'rsangu panohsiz yetim nakun ko'rdi. Yanxinimning bolasi opasidan ayrilib qolsa, taqdiri nima bo'ladi? Yangi bilan hammanglar o'qib beqinglar. Qani. O'tganki imtihonda yangi jo'rim bo'lgan yangi o'g'il o'g'il qilinganlik to'g'risida arz. Nayt kuchlik. Shunisi kelibdi. Oldingi arzdan ko'p yaxshi bo'pti. El terki xalq degan so'zni qo'shib, nihoyat obdan qilibdi. O'g'ilchilar so'ralmasa xalqqa tinch kun yo'q degan so'z. Zolim amaldor yo'qtilmasa
elde eminlik bo'lmas degan so'zini yasalgan. Yaraydi o. Qaltis bo'pti. Oldi bilan men qo'l qo'yay. Lotongpan. Ha? Sen yaşa mertebe yoqdin ikkinchi. Ma'qul. Lekin oldin qirab biz 20 odam qo'l qo'ygan edik. Bu qitim qo'l qo'yishga 100 obro'ylik odamlarni ko'proq chaqirsak, shuningda o'tdan bo'lan ekan. Bu mo bo'ladigan gapkan. Ko'nila ko'p tukirsa ko'l bo'lar debdikan. To'g'ri, odam ko'p bo'lsa, kuchmi ko'p bo'ladi. O'ylab beqinglar. Kimlarni chaqirsak bo'la? Xanju shahrida eng obro'yli odam Xushoyan. To'g'ri, o dunyosini yerimini sarf qilib, Xo'jandagi Yo'tan dorixonasini saldirdi. O odamning hayotini qutqizishning cho'q savob ekanligini har holda biladi. Yo'q. Bu ishda qattiq ehtiyot qilish kerak. Ha? Xushoyanning oqko'ngil odam deb nomi bor. Lekin o qizil qalpoqliq sodigar. Xonan armiyasining sarkardasi. Zozuntanga oshiq to'shib beg'ona odam. Biz bilan birlashib shuncha ko'p xonalik katalonni ranjitib qo'yishga ko'ngli unarmi? Ras. To'g'ri, bizga qarshi arz ezib, suiqasd qilib yurmusun yana. To'g'ri, mening qobiliyatim hammanglarnikidan to'van. Oxirda qo'l qo'yman. Uyda azroq ish batdi. Men qaytay. Bu hech nimadan qo'rqmay yordam qilganinglarga ko'p rahmat. Taga, men tamoqqa o'ltamay. Hammanglarning yangiligini aqlash uchun qo'l qo'yganinglarni baldiraq berib, kiyimimizga aytay. Ma'qul. Xotirjam bo'ling. Bu ishni put-puttirib yo'lga chiqishcha qo'lingizga beramiz. 6 odamning jini uchun bosh uraman. Yenge, o'rningda tur. Qani. Xenem, birdan turib turing. Balam, azroq oq elib kel. Xenem yo'l xirajdi qilsin. Ma'qul. Avar bo'lmasangiz bo'ladi. Yenge, siz xotirjam bo'ling. Xanju shahrida oqko'ngil odamlar bor, lekin taftish yangi boshdan tekshirdi. Ish texnik qiyinlashdi. Aqcha ishlatiladigan joylar chiqib qoladi. Ko'proq aqcha elvog'ingiz tuzuk. Yenge, eleviling. Qanidan, oğlunuz doğrulukmu, eriniz doğrulukmu? Eminning uvalliq ishi adolat bilan hal bo'ladigan kuni bo'larmi? Budunga qarang. Şaptol gülü echilganda bayqala. Guyxo'r gülü yoz ketsa yalpina. Bu deganlik kilarila atiyazda şaptol chechak deganda. Eminingizning uvalliq ishi yaxshilikqa yuzlanadi. Guyxo'r gülü echilganda adolat bilan hal bo'ladi. Biz qachon qaytib keladi ekan? Mana. Qani. Hayot namat yaxshi yomon ayrilar. Temir kashim uzilganda savob kut. Desang agar qachon yetar chekiga,
Minotlarning şiveridan cevap küt. Minotlar gibi uyga keldim burun içiladi. To'xta! To'xta davatida! To'xta! 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 To'xta davatida! Xilil, To'xta! Xilil, Xilil, Acha! Xilil. Acha! 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 Xilil. Acha! Pamilanız. Ya, Yeşimiz. Nerede oturursunuz? Yirhan şehrining Çinçin ko'chisida. Chin ko'chisida oshni o'ynab, odam o'tagan yongnavi bilan Shobasay qatnaq qilindimi? Qo'rqmang. Bak qo'rqib ketgachga yuragingiz ojizlab ketibdi. Ikki bog'liq to'g'ri ishsingiz. Sallimaza o'ngshilib ketasiz, ha? Rahmat efendi. Sizdan bir gap so'rasam bo'lamdi. So'ravasli. Sizlardan hech nimani yashirmayman. Ikkinlarning yongnavi bilan tuqqandochiliginglar yo'qmi? Ha? Sizlardan yashirmayman. U yongnavining amriga o'tib, hujrasiga kirmagan ayoli. Amisa sizchu? U mening qaynotcham. Yongjurni tibobatga pishiq, odatda xo'lim qo'shillarning to'mirini tutib, dori yezib beradi. Shobasayning eriga dori yezib berib zindonga tushib qoldi deb anladim. Bu gap rasmi? Mecburi ixro qildirgan arzimni anlaydigan odam yo'q. Ocham ikkimiz Beijingga bormoqchi bo'lyapmiz. Beijingga? Arz aytqili boramiz. Bo'lmasa, yorliq tusilar Yongjurning beshi tinidan judo bo'ladi. Beijingga berish uchun quruqliqda 3 oy, kema bilan 5 oy mangadigan gap. Xinim, siz davomlab saqlaytmangsiz o'ptiga. Turaversak yo'l xarajatimiz tugaydi shuning bilan. Mang'amay qolamiz. Qaynotcham ikkalan adolat izlab ketyapmiz. Tilamchilik qilib bo'lsin Beijingga boramiz. Kallamga bir o'y kelib qoldi. Urinib ko'rsanglar qandaq? Sizlarni mushu Do'rixon xo'jayinning yanına boshlab boray. U kim? Xo'shayan. Sho'yan efendi. Men bu anzida da'vogar Gülünçünün arzi bir xil emasken, yongnavi bilan Shobasayning javobimi bir xil emasken, gumonliq yerlar ko'pkan deb anladim. Begim, Xon efendi bilan ikki ayol kelibdi. Moyim ishimiz bor deydi. Mush kishi. Sizlarga omonlik tilayman. O'rninglardan turinglar. Ikkinlar. Yenge, Sho'yan Aqsoqol biz jijonliqlarning yig'isi yig'laydi. Men o'lka bo'yicha esdashlik qilganlarni tepib, qo'l qo'ydirib, arzni adliya vaziratiga avatman. Yaraydi. Yanxinimdek esil zot hayoti bilan hisoblashmay, inish uchun Beijingga borman davassa, men qanday qo'l qo'shtirib tura olayman?
Mana, ala. Hüseyin Aksakal rahmet. Men Hu efendinin şefaatini menge unutmayman. O'rningizdan turing. O'rningizdan turing, o'rningizdan. Efendi, selamet bo'lsinlar. Turib turing. Xon efendi. Hop. İkisini hisobot uyiga boshlab berib, yo'l xarajat uchun 200 sayib bering. Yo'lda xarajat qilsin. Ma'qul. Ketdik. Ketdik. Merhamet. Qani. Qani. Li efendi, yanmayı sizlarning qalam qobiliyatlariga qo'l qo'ydi ekan. Yo'lga chiqardi menga. Li efendini izlab tepang deb yenish topilgan. Ümidini sizlarga bog'ladi. Arzimni Li efendi tuzsa, andın xotirjam bo'laman degan. Ben yanmayının dankını ağlagan. Mana bugün arzını ko'rdim. Tuzutish qo'limdan kelmasmikin? Yanmay uvalchilik qilib oxirlanmay yotadi. Li efendi yordam qo'llarini sunib uning hayotini qutqizib qolsizlar. Arz, ixcham, hem mazmunluq nayet kuchli yezibdi. İven topqilib bo'lmag'idek. İven topqilib bo'lmag'idek. Efendi, yanmay chin ko'ngli bilan sizlardan yordam so'rayotdi. Yanmay endi nam chiqarib, qanoti qatmay turiblar zindonga tushib qoldi. Tiyib har qancha usti bo'lsa o'zining kesilini davololmaydi. Oğo, shundoq. Lekin Ta'lim bergaylar. meningcha arzdagi buni ikki eg'iz so'zni deyman. Jonmanda yo'riq yo'q, elde adolat yo'q deyilsa, qarmoqqa chunqur ma'nilik joyida deyilganda qism o. Lekin bu so'zning foydasidan ziyni to'lib qolarmikin? Endi qanday qilamiz? Li efendi ta'limlarini ayamag'aylar. Bir so'zni o'zgartsakla bo'ladi. Buni jonmanda yo'riq yo'q, elde adolat yo'q deganni, elde adolat bor deb o'zgartimiz. Elde adalet yo'q degan so'zni elde adalet bor deb o'zgartirdik. Minsar altınga belgisiz söz bo'ldi bu. Yo'qsu. Yo'lda aman bo'lg'aysizlar.
Şah hanım, şah alileri, bizning yağlayıma oval boldu. Biz yuxandı, piyade keldik. Tur, aldırgan sözle. Şaşılan. Huruylan janatlarının buyruğu boyunca qayta tekşiriş məlumatı Beijing'e yanşı yönden 3 gün burun yetip geldi. Bizden vazartımızdan ötmey askeri işlah mahkemesiga düşüptü. Padişahın tasdiqi bilen yanay o tizimlikten öçürüp taşlandı. Jaza kuzda icra kılınadı. Bu enzini ağdırış doğru kelse, Xonanlik talay katının çışığa tigdiğen gep. Onun üstüge padişahın emrige xilap, cihanda bunun da mı iğir günah bulmaz? Esimde qilishcha, ustoz o'zlari Jingbanchoning she'rlarini ko'p yozib o'ltiratdilar. Esil o'yga armonimga yetgandek, darman bo'lsam deyman elning dardiga. Rost. Lekin sana Jingbanchoning ahmoq bo'lish qiyin degan duylanni taqdim qilganimmi esimda, ha? O noiti hikmatlik so'zjumo, ha? Alileri, aqlliq bo'lish qiyin, ahmoq bo'lish o'limdan qiyin. Ay, Tongshan. 18 ming chaqirim yiroq bir joyda yuz bergan, oyonidan erini o'ltirgan bu anziga bunchilik bosh qotirib ketma. Bilmaski silib yuravermamsan. Alileri, Ay, bo'pti. Uyingga qaytib dam ol, ha? Çeçenni sen tarasan, hoş yok getimen. Köp yıl boldu sana okşaş çeçen kolu çakkan birisini uçuratmadım. Aşırı ettiler hanım. Neç gün mağdan işin kandak boldu. Ceza vazareti de, piyade askerler yanılı da, teptiş mehkemesi de 30 netçi ceycanlık kattılar ba. Ola nemi deydi? Hanım, gamkorluklarına rahmet. Ola'nın nurgunu bizge yerden berişini halaydı. Lekin han anamız Xonali katılanan gitme ras kılıdı. Ola Manchang hükümetiga küç çıqagan. Bazılar enzini ağdırmak asmağı çıqqandın testeydi. Tehi cecanlık bir emeldar, yani o cecanlıklarının yüzünü düşedi, onu burunu öldürütüş gereketi tepti. Ak kar bilen kar yok, ordunun teminatını bir ağaladı ola. Qandaq qılayda vatsan? Men eti jaza vazartıq berip, tumbaq urup tat eytimen, onda qığıcı bolma. Jaza vazartığı erz eysan, mıqlıq taqtaq etsin gerek. Men ölüp bir tirilsen, saqqağın halatını ömür boyu meyip bop qalısan. Joqar yaxtın yol tapanmısan, İnanın cinini kutkuzuşturmak, öz cininden ayrılıp kalsan. Hanım, ben bilmem. Mençin kurulgan 300 yıldan beri mıqlıq taqtayğı etip ərz etqan ikkili adam ötken. Sen 100'den artıq cecanlıq əməldarlarının hemsini qarlaysan. Bu oңay iş emas. Oğlum ordadan kelsin. İmini kutkuzadigan işni şu meňe hal qılsın. Endi Şabiginni avar qığın yok. Boldi, ornundan tur. Köngül köksüňni kän tut. Oğlumның icazini, Şabiginni avar qığın yok. Boldi, ornundan tur. Köngül köksüňni kän tut. Oğlumның icazini, Şabiginni avar qığın yok. Boldi, ornundan tur. Köngül köksüňni kän tut. Oğlumның icazini, Şabiginni avar qığın yok. Boldi, ornundan tur. Köngül köksüňni kän tut. Oğlumның icazini, Şabiginni avar qığın yok. Boldi, ornundan tur. Köngül köksüňni kän tut. Oğlumның icazini, Şabiginni avar qığın yok. Boldi, ornundan tur. Köngül köksüňni kän tut. Oğlumның icazini, Şabiginni avar qığın yok. Boldi, ornundan tur. Köngül köksüňni kän tut. Oğlumның icazini, Şabiginni avar qığın yok. Boldi, ornundan tur. Köngül köksüňni kän tut. Oğlumның icazini, Şabiginni avar qığın yok. Boldi, ornundan tur. Köngül
Özüm benim. Hanım, Beyzadem bilen hanım geldi. Ana! Ana! Apa. Bigim geldi. Bilgim. Dada! Salam apa. Apa, çay isle. Balam, bunun məzlumun işi qandaq boldu. Xorilanın məlumatı Beyjingə o məzlumdan 3 gün burun kepti. Padişah tasdiqlab, Yang tizimlikdən öçürülüp, kuzda ölümge hüküm kılınsa depti. Jaza vazareti hükümnameni Cöjang'a düşürüp, jaza derhal icra kılınış aldıda turmakta. Endi bununla amal yok. Təqsir! Sizlerden bir işle iltimas kılıman. Qani, o'rningizdan turibdan. O'rningizdan turing. Ötünüp qalay təqsir. Ceyjanğa yollanadigan hükümnameni bir kun kechiktirishga bo'lmasmi? Ha? Bu gapchi siz o'yingizda. Padişahның sözü altın. Muşundaq oval qılınğan enzini yana bir so'raydigan yo'li bor. Men aytdi. Jazo vazartiq berib tumbaq urib tat eydiman. Balam, hükümnameni bir kun kechiktirishga bo'lmasmi? Balınız yarlıkka karşı çıkamaydı. Sen orada da katta emeldar. Senin nezranda nemi iziz? Kattıla kadirlik, puhrala eziz. Puhra iziz deysen. Yan meyvonun enzisi uval kılıngan enz emesmi? Sen jaza vazartida işlep durup, xalqning derdigi yetmeydiken sen. Bunun hemmisi seni kiçigingden tatıp, yaş terbiyelmegenligimden boğan. Endi ak qarını ayırmaydigan, haq-nahaq qaramaydigan bopsan. Men dadam rahmetinin aldığı, qaysı yüzüm bilen barım. Ana! Apa! Ana! Apa! Hanım! Men oğlumu naçar terbiyeleptimin. Bununla sen eyiplik emas, o'rningdan tur. Bir onanğı de. Ana! Açıklanma! Dadam çokum yerden kuludu! Ana! Açıklanma! Nevirlerinin yüzünü kıla ana! Ha? Hemen la turunla! Rahmet ana! Apa, ben hazırla jaza vazartidagi sanjanaplarının yiniği barım. Hep belli! Taksir! Manıma o Hangcı'daki Kun Efendi Hoşiyem Bigim, onundan başka Ceyjan'daki meşhur mütverlerinin kol koyup yanay otorluk yazgan erzi. Yaxşı, yaraydı. Bu erzini ekilip, bek yaxşı qıpsiz. Toxta! Ha? San canaplar kollansa, qandaq qilsan? Orada kirip, padişah bilen görüşümen. Yarlıklı qaytırılışını iltimas kılımen. Padişah umumay qo'yisichi. Padişah unumasa, mensepni taşlap, puhra bolumen. Barakallah! Endi mening o'g'limga o'xshadi. Taqsir!
Mening ünümni dep, mansaplardan ayrılıp kalmışla. Optan kızım, onu tosuma. O mensibeden ayrılsı meyli, yanmay o cineden ayrılıp kalmışsın. Kulluk, apa. İsmin Yang Shuyan, Cecanın Yuhan nayisidir. Ata-anam burun ölüp ketip, inim işkimiz qağan. İnim Yang Nayhu, kiçigidin tatip, kitap xomar idi. Acha, hoşup gitay, adiliyamız artıq men baray. Sanım, Şabigem sancanatlarına yemek ketdi. Sancanatlar kollumusa, padişahın aldığı kiridi, padişah kollumusa, hazır fakat muşu bir yol kaldı. Menin köngümlü bölme. Jaza vazaretinin zalida bir gapni hata dep koysam, mıhlık taxtaydın aman kılış kıyın. Onun ayının 9'u Gırşav'da öldü. 11. günü şugu sorak tatildi. O kıyın kıslakı elin qaşqa, Yanayvu'nun cürünlüğü elinip, küzdü öldürüşke hüküm kılındı. 12. günü ölküge apadı. Şigirminci günü ölküge apadı. Aca, yenili men baray. 20. günü ölküge apadı. Ben yerim için erz kılımen. Men inim için erz kılımen. Aca! Boldi, cahillik kılma. Aca! Kile sana, olta. Sanım. Bizning cemiyetimiz 3 evlatdan tatip yalğız oğul. Mavada ervala yarılek bulup davayımız ekip qalsa. Yan cemiyetini ağıtış vazifesi senin üstüne düşüdü. Hoş bop gitey. Ümidini yedi koyma. Aca! Tatlı gidek, ya qammidi. Men ayal kishi turib, uyimga qaramay arz qilg'ili keldim. Jazo vazaretining elimni axlat berishini iltimos qilaman. Jonlarda yo'riqlik yo'q. Elde adalet yo'q. Elde adalet bor. To'g'ri, adalet bor. Elde adalet bor. Sanırım. Bana sana tapşırdığın bir işim var. Eydin, aca. Menin balam endi 9'a kirdi. Bu bağda dadısıdın